O'zbekiston bo'ylab qilayotgan sayohatimiz davom etyapti. Ayni daqiqalarda biz hozir Xorazmdamiz. Sho'ba akamiz bilan ko'rishib qoldik. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Akam ikkita Favva mana shu modelni olgan ekanlar, 27,5 kubalik variantidan. Aka, nechta gaz balon qo'ygansiz bunga? 4 ta 200 talik qo'yilgan. 4 ta 200 talik gaz balon qo'ygansiz. Necha kilometr yuryapti aka? Hozir 760 oxirigacha bosib konditsioner qo'yib paydaganda 764 km yurdi. Agar konditsioner istasa 800 yuradi. Yurish qanaqa aka? Yurishi zo'r, gap yo'q. Aka, mana shu Xorazm, Qoraqalpoqlik hamkasblarimizga bu aynan shu yerda olganmiz siz o'zingiz? Ha, mana shu olganman. Lokatsiyani tushuntirib yuborsiz aka. Xiva guruhdan kelib Askarboyni yon tarafi ikkita zapravkani o'rtasida. U Toshkentga borib olish shart emas. Mana shu Vum ofitsialniy dillari ham shu yerda bor. Xiva avto center degan pastki profillarni ham kalibratsiya qilib qo'yamiz, nomerlargacha qo'yamiz. Bemalol Xorazm, Qoraqalpoq ahli yana qaysi yaqin tumanlar bor bu yoqda. Shu bir gala bo'lsa yuborib qo'yamiz. Mana bu yoqda terib qo'yishgan, favda mana bunaqa tigachlarni ham qo'yib qo'yishdi, bir mostlik. Sotuvda tayyormi aka bu? Ha, tayyor. Sotuvda tayyor, ha? Bir mostlik mana favda. Narichida tayyor ekan. Mana bunaqa boshqa modellari ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa yangi texnikalar bemalol pastki profilga murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.